Bugun meni juda ham qattiq asabim buzildi. Bu narsani gapirib video qilaman deb o'ylamagandim. Xullas, ko'rib turgan chiroyli komplektinglarni kecha sotuvga qo'ydim. Shu profildan menga SMS keldi va bularni to'lovlarini qabul qilib, zakazlarini chiqazib berdik. Zakazlarini chiqazib bersam, bular ayol kishi emas, erkak kishi ekan. Va shu insondan shu xabarni oldim. Liftchiksiz yura olmayman deb aytganlar. Shu sabab meni ota-onalarga murojaatim, iltimos farzandinglarga diqqatli bo'linglar. Balog'at yoshida insonda gormonal o'zgarishlar bo'ladi. 8-9 vaqtimda menda ham gormonal narushение bo'lgan, ya'ni murskoy gormonim ko'proq bo'lgan. Bu narsadan uyalmayman, bu narsani hech kimdan bekitmayman. Allohga shukr, hozirda 2 farzandim bor. Meni ayajonim juda ham e'tiborli bo'lganlari uchun srazi sezib qolganlar menda o'zgarish bo'layotganini. Qanaqa o'zgarish bo'ladi deyishinglar mumkin. Realni menda tukla chiqishi boshlagan, erkak tukla chiqishi boshlagan va ota-onam meni srazi doktorlarga olib borib lecheniya qildirishgan. Agarda hozir menda murskoy gormon ko'proq bo'lib, jenskiy gormon pastroq bo'lganda farzandli bo'la olmasdim. Doktorlar bizga tushuntirishgan, murskoy gormon ham, jenskiy gormon ham 50 ga 50 bo'lishi kerak, ko'p ham bo'lishi kerak emas, kam ham bo'lishi kerak emas deb tushuntirishgan. Shu sabab iltimos qilib qolardim, farzandlarimizga e'tiborliroq bo'laylik. Balki transgeylar ko'payishi bu e'tiborsizlikdan bo'layotgandir. Agar meni o'rnimda shu vaziyatga siz tushib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Onlayn savdo qiladiganlar meni to'g'ri tushunishadi, qanaqa vaziyatdaligimni. Agar shu joygacha meni ko'rib kuzatgan bo'lsangiz, kattakon rahmat. O'ng tomondagi serdichkani qizartirib qo'yib, menga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Agar meni profilimni yo'qotib qo'ysangiz, aniq afsuslanasiz.